Demak, 14-mavzumiz aniq integrallarning tatbiqlari. Tatbiqlarda quyidagilarni o'rganamiz. Aniq integral yordamida yuzalarni hisoblash, aniq integral yordamida demak aylanma jismni hajmini hisoblash, aniq integrallarni iqtisodiyotga tatbiqlari va hokazo. Demak, bir chekkadan o'rganishni boshlaymiz. Demak, simmetrik funksiyaning aniq integrali. Mana fx funksiyamiz minus a oralig'ida simmetrik va uzluksiz funksiya bo'lsin. Bu holda demak, agar fx juft funksiya bo'lsa, minus a dan a gacha bo'lgan fx funksiyaning integrali barobar 2 integral 0 dan a gacha fx dx ko'rinishida foydalanishimiz mumkin. Agarda tog' funksiya bo'lsa, bu funksiyaning minus a dan a gacha bo'lgan integrali 0 ga teng bo'ladi. Faqat nimaga prezentatsiyaga nima qilmanglar, b da xato ketib qolgan. Demak, juft emas, tog'. Mana juft funksiya birinchi rasmda a rasmda berilgan. Buni demak ikkalasining minus a dan 0 gacha bo'lgan figuraning yuzi demak 0 dan a gacha bo'lgan figuraning yuziga teng. Shuning uchun 0 dan a gacha bo'lgan integral deb olishimiz mumkin bo'ladi. Ularni demak bitta 0 dan a gacha integral qilib 2 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ladi. Oldingi tasdig'imizga qaytadigan bo'lsak, mana to'g'ri ekan. Mana bu ham b ham agar f juft funksiya bo'lsa, ularning demak integrali 0 bo'ladi. Yo'q, tog', bu yerda ham tog'. Ikkinchisi tog' funksiyani qaranglar. Tog' funksiyada tog' funksiyamiz. Mana bu x o'qiga nisbatan simmetrik bu. Mana bu a rasmda ordinata y o'qiga nisbatan simmetrik. Shuning uchun tog' funksiyamizning integrali yuqoridagi yuzalar pastdagi yuzalar bilan bir-biri bilan ayrilib 0 ga aylanib ketib qoladi. Mana isboti ko'rsatilgan. Demak, minus a dan a gacha bo'lgan integral 2 ga bo'lishimiz mumkin. Keyin minusni chiqazib, chegaralarni almashtirishimiz mumkin bo'ladi. Hamda buni 2 da demak 0 dan a gacha bo'lgan integrallarning yig'indisi integral qilib olishimiz mumkin. Endi ikki chiziq orasidagi yuza, demak y barobar fx va y barobar gx chiziqlar berilgan. X barobar a, x barobar b chiziqlar orasidagi yuzani topishimiz kerak. Demak, bu yerdan ko'rinib turibdi, fximiz gx dan katta. Shu narsaga yaxshi e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Ularning oraliqlarida mana biz boyagi integral yig'indilarini hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda demak fx ni birinchi fx minus gx ko'rinishida olishimiz mumkin. Integral yig'indimiz ham mana a barobar demak limit k barobar 1 dan n-gacha f sk minus j sk delta xk barobar, demak bu a dan b gacha integral fx minus gx dx ga teng bo'lar ekan. K to'rtburchak yuzi delta ak uning balandligi, f sk minus j sk bilan uning delta xk eniga ko'paytirishsak nimamiz hosil bo'ladi. Mana shu yuzalarni mana shu ko'rinishda hisoblashimiz mumkin bo'lardi. Endi quyidagi funksiya berilgan. Mana birinchi funksiyamiz y barobar 2 y darajasi minus x plus x, y barobar 1 taqsim 2 y darajasi x. 0 bilan 1, x barobar 0 hamda x barobar 1. Demak, shu funksiyalar grafiklari bilan chegaralangan figuraning yuzini toping. Demak, 0 dan 1 gacha bo'lgan integral
birinchi funksiya minus ikkinchi funksiya. Ularning integrallarini hisoblab, keyin chegaralarni qo'yib, Newton-Lewis formulasidan foydalansak, quyidagi natijaga erishamiz. O'sha integrallarning demak, ikkita to'g'ri chiziq, ikkita y chiziq bilan chegaralangan yuqoridan pastdan o'ng tomondan x barobar 0, chap tomondan x barobar 0, o'ng tomondan x barobar 1 to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan figuraning yuzi 0 butun, demak 90-51 ga teng bo'lar ekan. Keyingi misolda y barobar minus x, y barobar 2 minus x. Bu yerda chizib olganimiz yaxshi, hamda chegaralarni aniqlab olish uchun, demak, bularni tenglashtirib yechib olamiz. Shunda 2 minus x kvadrat barobar minus x ga teng. Bir tomonga o'tkazsak x kvadrat plus x minus 2. Bundan diskriminant hisoblaydigan bo'lsak, x'imiz 2 bilan 1 chiqadi. Ularni o'rniga olib qo'ysak, demak, y'imiz minus 1 bilan minus 2 chiqar ekan. Yo'q, minus 2 bilan 1 ga teng bo'ladi. Demak, kesish nuqtalari bular. Shundan integralni chegarasini aniqlab olamiz. Ya'ni x'imiz minus 1 dan 2 gacha bo'lishi kerak. Keyin fx funksiyamiz minus gx funksiya. Ya'ni minus x hamda minus 2 minus x kvadrat. O'shalarning minus 2 dan birinchi 2 minus x kvadrat birinchi yoziladi. Nima uchun deganda, u yuqorida joylashgan funksiya. Pastdagi to'g'ri chizig'imiz minus x'imiz pastda joylashgan funksiya. Bularni integrallash birinchi formuladan foydalanib integrallaymiz. Demak, keyin Newton-Lewis formulasidan foydalansak 9 taqsim 2 ga teng. Endi ikkita funksiya yana berilgan. Bu y barobar x, y barobar x minus 2. Yana undan tashqari x o'qi bilan ham chegaralangan funksiyalar grafiklari va ox o'qi bilan chegaralangan figuraning yuzini topishimiz kerak. Bularning kesishgan nuqtalarini topib olamiz. Yuqoridan, demak, ikkitaga bo'lib olsak bo'ladi. 0 dan 2 gacha bo'lgan integralda bizda x yuqorisida chegaralangan, pastda, demak, x o'qi bilan ikkinchi 2 dan 4 gacha bo'lgan integralda yuqoridan x bilan, pastdan, demak, x minus 2 bilan chegaralangan. Ikkita integralning yig'indisi ko'rinishida olishimiz mumkin. Mana integralimiz 0 dan 2 gacha x dx minus 0 yozilmagan, plus 2 dan 4 gacha dx minus x minus 2 dx. Bularni endi oddiy integrallar birinchi formuladan foydalanib hisoblasak, javobi 10 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Endi y barobar x kvadrat, y barobar 2x minus x kvadrat. Bu yerda yana yaxshilab e'tibor berishimiz kerak. 0 dan 1 gacha bo'lganda yuqoridan x kvadrat bilan chegaralangan. 1 dan 2 gacha bo'lganda, demak, yuqoridan 2x minus x kvadrat, pastdan x barobar 0 bilan chegaralangan. Ikkitaga bo'lib integrallarni hisoblaymiz. Hisoblasak, demak, javobimiz 1 ga teng. Agar tekis shakl murakkab shaklga ega bo'lsa, unda taniqli formulalar qo'llanishi uchun uni oy o'qiga parallel ravishda tekis chiziqlar bilan qismlarga bo'lish kerak bo'ladi. Ya'ni quyidagi oy o'qi bo'yicha integrallash. Demak, funksiyamiz x barobar fy ko'rinishida berilgan. Ikkitasi ham, demak, x barobar j y ko'rinishida. Bu nimamizda, oy o'qimizda s bilan d oraliqda chegaralangan. Shunda, demak, yuqoridagi funksiyadan pastki funksiyani ayirib tashlab chegaramiz, demak, y o'qi bilan hisoblanyapti. Demak, uchta rasmda ham xuddi shunaqa.
f y minus j y. Chegaramiz s'dan dgacha. Endi mana bu nimani qarashimiz mumkin. Boyagi misolimiz edi. Buni ikkitaga bo'lib hisoblagandik, lekin agarda biz oy o'qidan hisoblaydigan bo'lsak, buni biz ikkitaga bo'lishimiz shart emas. 0 dan, demak y'imiz 0 dan 2 gacha o'zgaradi. Bitta funksiyamiz mana x ni topib oladigan bo'lsak, ilzosti x edi, y barobar ilzosti x kvadratga oshirsak x barobar y kvadrat bo'ladi. Ikkinchi funksiyamiz y barobar x minus 2 edi. X ni topsak x barobar y plus 2 bo'ladi. Demak y plus 2 minus y kvadratni dy bo'yicha integrallaymiz. Demak javobimiz bir xil 10 taqsim 3 chiqdi. Mana bu integral berilgan ilzosti x minus 1 taqsim 2 ko'rinishda boyagi funksiyamiz. Buni 2 ga bo'lib integralladik. Mana bu uchburchakning yuzi, demak 2 dan 4 gacha 2 masofa, yuqori 2. Buning yuzi, demak 2 ni 2 ga ko'paytirib, demak Geron nimadan foydalansak, 1 taqsim 2 AB dan bu 2 ga teng. Bu uchburchakning yuzini hisoblab oldik. Shuning uchun demak o'sha uchburchakning yuzini ayirib tashlasak ham bo'ladi. Ya'ni ilzosti x ning integralini 0 dan 4 gacha olib olamiz, faqat u yerda 0 mana bu uchburchakning yuzi ortiqcha. O'sha uchburchakning yuzini ayirib tashlasak, bizda javobimiz ham 10 taqsim 3 bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchakning yuzi bu demak katetlarning ko'paytmasining yarmiga teng. Endi aylanma jismlarning hajmini hisoblash, bu funksiyamiz berilgan, mana y barobar ilzosti x. Buni x o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'lgan figuraning hajmini topish kerak. Demak, x'imiz o'zgaradi 0 dan 4 gacha. Buning uchun demak formulamiz mavjud. Agar y barobar fx funksiya o'zgarmas, ishorali, AB da uzluksiz bo'lsa, fx va y barobar 0, x barobar a, x barobar b chiziqlar bilan chegaralangan y chiziqli trapetsiyaning ox o'qi atrofida aylanishi natijasida hosil bo'lgan jismning hajmi, demak AB ni elementar segmentlarga ajratamiz va segmentlarning har birida theta i nuqtani tanlaymiz. Funksiyaning shu nuqtadagi qiymatlarini hisoblaymiz hamda quyidagi yig'indi kerakli hajm uchun taxminiy qiymatni beradi. Ya'ni bu yerda aylantirganda aylana hosil bo'ladi. Aylanani yuzi pi r kvadrat edi. Pi r kvadrat. Shuning uchun pi f kvadrat xi ni o'sha delta x ga ko'paytiradigan bo'lsak, har bir nima uchun bu har bitta aylanalarning yuzalarining yig'indisi demak aylangan jismning hajmini beradi. Demak, chunki bu radius demak f xi ga teng silindrning hajmini beradi. Bo'linish segmentlarining uzunligi demak bizda delta xi qanchalik kichik bo'lsa, kerakli hajm aniqroq bo'ladi. Shuning uchun hajm sifatida quyidagini hisoblashimiz mumkin bo'lar ekan. Vx barobar limit delta x'imiz eng kattasi maksimum 0 ga intilganda i barobar 1 dan n-gacha pi f kvadrat xi delta xi ga. Bu esa integral yig'indining limiti, aniq integral ifodaning o'ng tomoni pi f kvadrat x funksiyaning integral yig'indisining limitini ifodalaydi. Shuning uchun bu integral hajm pi ko'paytirilgan a dan b gacha f kvadrat x dx ni ifodalaydi. Misol.
mana berilgan y barobar y darajasi minus x 0 dan 1 gacha berilgan. O'shani aylantirishdan hosil bo'lgan umuman aytganda kesik konusoid bo'ladi bu. O'shaning hajmini biza quyidagicha hisoblashimiz mumkin. Pi y darajasi minus 2x 0 dan 1 gacha integrali barobar minus pi ko'paytirilgan 1 taqsim 2 y darajasi minus 2x 0 dan 1 gacha. Buning hajmi 1,36 ga teng bo'ldi. Keyingi misol quyidagi chiziqlar bilan chegaralangan figuraning ordinata o'qi atrofida aylanish natijasida hosil bo'lgan jism hajmini toping. Ikkita funksiya berilgan, y barobar x kvadrat va y barobar x kub. Bittasi parabola, ikkinchisi kubik parabola. Y barobar x'imiz parabola, y barobar x kub, kubik parabola. Chegaralar berilgan 0 dan 1 gacha. Mana shuni aylantirishdan hosil bo'lgan demak chiziqlar bilan chegaralangan figuraning OX o'qi atrofida aylanish natijasida hosil bo'lgan jism hajmi hisoblang. Bunda ham xuddi shu nimadan foydalanamiz? Endi ikkita bu yoqda y darajasi x barobar 1 koordinatalar orqali demak berilgan funksiyamizni aylantirish yordamida hajmni hisoblaymiz. Pi y darajasi x ning kvadrati dx f ning kvadrati edi, shuning uchun integrallaymiz. Shunda pi taqsim 2 y darajasi 2x 0 dan 1 gacha demak 10,1 ga teng ekan. Bunda ham demak chiziq x barobar 0, y barobar 1, y barobar 2 ilzosti x chiziqlar bilan chegaralangan figuraning OX o'qi atrofida aylanish natijasida hosil bo'lgan jism hajmini hisoblang. Endi yuqoridagi chiziqdan pastki chiziqni ayirib tashlaymiz. 2 ilzosti x yuqorida 1 joylashgan y barobar 1, pastda y barobar 2 ilzosti x. 1 minus 1 ning kvadrati minus 2 ilzosti x ning kvadrati 1 minus 4x kvadrat bo'ladi 0 dan 1 taqsim 4 gacha. Demak hajm pi taqsim 8 ga teng bo'ldi. Demak aylanma jism hajmi mana shu formulalar yordamida hisoblanilar ekan. Ya'ni pi r kvadratdan kelib chiqqan bu aylananing yuzasidan. Shu aylananing yuzasini kichik nimalarga balandlikka ko'paytirish yordamida hosil qilingan. Endi iqtisodiyotga tatbiqlari quyidagilardan iborat. Demak, ishlab chiqarish hajmini hisoblash. Vaqt birligida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi t vaqtning ft uzluksiz funksiyasi bo'ladi deb hisoblaymiz. U holda 0 t vaqt oralig'ida ishlab chiqarish hajmi q barobar 0 dan t gacha ft dt ga teng. Masalan, mana mehnat samaradorligi demak kun davomida quyidagi qonuniyat bilan berilgan. Demak, u holda 8 soatlik ish kunida ishlab chiqarish hajmini toping. Demak 0 dan 8 gacha funksiyaning demak olingan integralimiz 0 dan 8 gacha o'sha f dan olingan integralimiz, aniq integralimiz 88,53 ga teng. Bu demak kun davomidagi mehnat samaradorligini bildiradi. Endi daromad taqsimotida tengsizlik, ya'ni qashshoqlik darajasini hisoblash. Eng muhim ijtimoiy iqtisodiy masalalardan biri bu ijtimoiy tengsizlik darajasi hisoblanadi. Demak, barcha odamlar oila yoki xo'jalik to'plamlari biron bir demak mol-mulk, yer, demak jamg'arma puli shu kabi mezonlar miqdorida qarab har nechta guruhlarga bo'linadi. Ko'p hollarda 3 ta: boy, kambag'al, qashshoq, o'rtahol, qashshoq. Har bir guruhning ulushi aniqlanadi. Demak, agar ijtimoiy tarkibda
o'rta hollari ko'pchilikni tashkil qiladi. Qolgan guruhlar demak son jihatdan bir xil bo'lsa, u holda bu ijtimoiy to'plamni, ijtimoiy holati, ahvoli deyarli bir xilda deb xulosa chiqarish mumkin bo'ladi. Demak, o'shalarni ham biz integral yordamida hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun demak Lorentz chizig'i bo'yicha tabaqalanish darajasini aniqlashda Gini koeffitsiyentidan foydalanamiz. Lorentz chizig'i aholi daromadining foizlarga nisbatan bog'lanishni ifodalaydi. Bunda OX o'qining 0-1 oraliqda demak nuqtasiga qaraganda to'plamning ulushini ifodalaydi. Ya'ni x barobar 0,3, y barobar 0,2 bo'lsa, butun aholining 30% barcha daromadining 20% ga ega ekanligini bildiradi. Ya'ni aholining 30% barcha daromadning 20% ga ega ekanligini bildiradi. Lorentz chizig'i yordamida demak aholi daromadlarining taqsimotida tengsizlik darajasini baholash mumkin bo'ladi. Demak, bunda masalan mana Gini koeffitsiyenti qiymati 0,3 dan kichik bo'lganda tengsizlik kuchsiz, 0,3 dan 0,7 oraliqda bo'lganda tengsizlik sezilarli darajada, 0,7 dan katta bo'lganda kuchli tengsizlik bo'ladi. Faraz qilaylik, qaysidir bir mamlakat uchun Lorentz chizig'i y barobar x kvadrat tenglama bilan ifodalansa, bu yerda demak x aholining ulushi, y aholi daromadining ulushi G koeffitsiyenti k ni hisoblaymiz. Bu holda demak mana integraldan foydalanamiz. Bu boyagi y barobar x va hamda y barobar x kvadrat funksiyalar bilan chegaralangan egri chiziqli trapeziya 0,1 oraliqda 1/6. Bu 1/6 Lorentz koeffitsiyenti mana shu uchburchakning mana bu uchburchakka nisbati, ya'ni 1/6/1/2 bu 1/3 bo'lib 0,3 dan katta qiymat. Mana bu oraliqqa tushyapti. Bu mamlakatda aholi o'rtasida daromadlar taqsimotida tengsizlik sezilarli darajada degan xulosa keltirishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.